Assalomu alaykum pritsep ishqibozlari. Mana mini traktor uchun tayyorlangan pritsepimiz Farg'ona viloyatida Quvaga yo'lga chiqdi. Pritsepimiz ham nolobga yangi, mini traktor ham yangi. Sirazi traktorda yangi salafon olib birato'la olib ketishyapti. Farg'onaga tortib ketyapti. Traktor birato'la aptechikdan chiqyapti. Traktor Arbos 504 50 ot kuchli. Mini traktorimiz uchun tayyorlangan pritsep. Yana 180 uzunligi 3,5 metr o'ngga chapga ag'daradigan pritsep. Traktor ham yangi. Bu pritsepimiz bitganiga 1 oydan o'tdi. Mana traktorda fursati bugun ekan, mana birato'la yangi tortib ketyapti ikkalasini ham. Yangiday qilib. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, chiroyli qilib zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on. O'zbekistonda barcha viloyatdan zakaz qabul qilamiz. Zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Razmerlar sizlar xohlagan razmerlarda bo'ladi. Mana shunaqa traktor olib, shunaqa pritsep olib ishlataman deganlar bitta like, podpiska bosib qo'yasizlar. Videomiz kengroq tarqalishi uchun like, podpiska bosib qo'yasizlar. Mini traktor uchun tayyorlangan pritsepimiz Farg'ona viloyati Quvaga ketadi. Xudo xolasa. Ikkala ekranga nomer yozib qoldiramiz, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib tayyorlab beraveramiz. Mini traktor uchun pritsep. Traktor ham yangi, pritsep ham yangi. Xudo xolasa pul topar texnika. Traktorda ovozini eshiting, ovozini. Va yangi-yangida akalar. Havas qilganlar bitta like bosib qo'yasizlar.